Har bir mu'min musulmonni hayitgacha qiladigan ishi bor yana. Ya'ni ro'zaning oxirgi kunlarida fitr zakoti yoki kimdir fitr sadaqasi deydi. Mana shu sadaqani inshaalloh biz egalariga tarqatmoqligimiz Alloh taoloni fazli hisoblanadi. Fitr sadaqasini inson bugungi kundagi ijtimoiy holatidan kelib chiqib bersin. Boylar bo'ladigan bo'lsa, kishi boshidan 180 ming so'mdan bersin mana. Kambag'al bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bug'doydan bersin, yoki arpadan bersin, yoki o'rta miyona bo'ladigan bo'lsa, mayizdan bersin. Demak, fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, fitr sadaqasini hayit namozigacha bersa, haqqoniy fitr sadaqasining o'rniga o'tadi. Hayit namozidan keyin bersa, sadaqatun min sadaqat. Ya'ni sadaqalardan bir sadaqa bo'ladi u. Ya'ni fitr sadaqasi fitr zakotini o'rniga o'tmaydi. Bu nima uchun biz beramiz buni? Buni kim berish kerak? Hamma beradi buni. Negaki Alloh taoloni o'zi fazl aylasin, yaxshilik bersin. Hammamiz roza tutdik. Roza tutganimizda rozaning ichida ba'zi bir xatolar bo'ldi. Mana shu xatolarni fitr sadaqasi yuvib tashlaydi. Mana kiyimimiz bor. Kiyimimiz g'ijimlangan. Uni qanday dazmol bossak, juda go'zal holatga keladi. Demak, bugungi kunda fitr sadaqasi ro'zadagi ba'zi bir xato va kamchilik joylarini, g'ijimlangan joyini tekislaydi. Xato va kamchiliklarni to'kadi. Va to'liq holatda ro'zalarimiz qabul bo'lishligini Alloh taolo inshaalloh taqdir qiladi. Shuning uchun mana shu ro'zalarimizni 30 kun tutgan ro'zalarimizni savobini biz hayit kuni olamiz. Demak, mana shu hayit kunigacha fitr sadaqasini biz ado etmoqligimiz, egalariga etib bermoqimiz va inshaalloh kam ta'minlanganlar, kambag'allar va inshaalloh ular shunday ihson beringki, moddiy ehtiyoji past bo'lgan odamlar bir hayitni mazza qilib o'tkazsin. Shuning uchun biz o'sha kunigacha biz birodarlarimizni holidan xabar olib, zakotlarimizni berib, fitr sadaqalarimiz, fitr zakotlarimizni bersak, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga fazlu marhamat beradi.